Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatsiz? Yaxshi keldingizmi? Mana sizga. Sizdan. Yaxshi kelib oldingizmi? Tinchmisiz? Mana shu mikrofonni ushlab olasiz. Rahmat. Xo'p, bu mahsulotni olishdan oldin farzandingizda nima muammolar bor edi? Olishdan oldin farzandim asabiy edi, giperaktivniy edi. Keyin ishtahasi umuman yo'q edi. Olganimdan keyin rezultatlar juda ham zo'r. Bir haftada rezultat ko'rdim. Nima rezultat ko'rdim? Uyqusi ancha yaxshilandi, giperaktivniyligi o'sha joyiga tushdi. Obedda umuman uxlamasdi, obedda uxlashni boshladi. Kechqurun uyqusi ham yaxshi bo'ldi. 7 kunda o'z ko'zlarim bilan gijjalarni ko'rdim. 20 kunlarda 3 kilo vес oldi. Hozir hammasi yaxshi, hammasi zo'r. Bu mahsulotdan mana foydalanib, effekt ko'rdingiz, natija oldingiz. Xo'p, shunaqa farzanda muammosi bor ota-onalarga biz mahsulotimiz nima deb tavsiya bergan bo'lardingiz? Muammolarni yechimini deb tavsiya bergan bo'lardim. Bolangizni masalan muammolarini to'g'ri bu dori emas, tabiiy mahsulot. Tabiiy mahsulotli bo'lgani uchun ham bemalol bolalarga berishni tavsiya qilgan bo'lardim. Men alohida aytmoqchiman, Vitaviya kompaniyasiga juda ham katta rahmatimni aytmoqchiman. Har 2-3 kunda telefon qilib, Marjona degan qiz xabar olib turdilar, bolangiz qanaqa, yaxshimi, tuzukmi dedilar. Keyin sotuvchilar, menejerlarga kattakon rahmat demoqchiman. Muomalaga gap yo'q, servisga gap yo'q. Kattakon rahmat.